Hammaga salom. Bugun sizlar bilan raspakovkani dodasini qilamiz. Birinchi kattarog'idan boshlaylik. Nechalari. Keyingisi shunaqa kistishga soladigan idishcha. Kistishkadan solib qo'ysa bo'ladi, og'zi yopiladi va aylanadi. Basi bilan ustiga qo'yib qo'yadi. Oynani podstavkasi, oyna mana temirdan. Wow. Kачество super kelgan. Yaltirashini qaranglar buni, og'irgina lekin temirdan. Chiqindi tashlash uchun idish. Buni 1688 dan tekinga zakaz qilganman. Tekinga narsa tanlagan, shunchaki tekinga tanlaganman. Buni qaranglar 25-mayga вообще asal turadigan bosanoshka. Bor. Mana bunday turadi. Sifatini ko'rasizlar? Ne tapchka. Buni sifatini umuman gapirmasam ham bo'ladi. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Taglarini qaranglar qanaqa. Zo'r kelgan. Istam. Zakaz qilishda mana adashtiraman qizlar, buni qaranglar. Men bunaqa gipsdan yasaladigan idishlar bor-ku, o'shani qolipini zakaz qilsam, endi bilmayman, uxlab zakaz qilganman. Plasmasini jo'natibdi. Ikkita ham zakaz qilingan. Ko'pchilikning iltimosiga binoan Xitoydan zakaz qilish kursini yana ozginaga cho'zamiz va darslikka yozilish uchun kommentariyaga podpiska bosib plus qoldiring. Ha, aytgancha bu koftani ham Xitoydan zakaz qildim. Yubka bilan birga luk yaratib. Dior sumkamiz ichini yonga osib beradigan. Juda remeshoklari, ichi ham mana katta, kenggina, bemalol ichiga solib. Qizlar oyoq kiyimlarni qaranglar. Hozir bular hammasini kiyilgan variantini tashlayman. Bular hammasi zakaz.